Nihoyat seni topdim. Sen kimsan? Men manyak. Sen nimaga meni topasan? Nima biz berkinmachoq o'ynayotganmidik? Yo'q, jinnimsan, qanaqa berkinmachoq? Men seni izlab topdim. Nimaga izlaysan meni? Men manyakman axir, tushunmayapsanmi? Tushundim manyakligingni, lekin nima qilish kerak manyak bo'lsang? Tushunmading yaramas. Xullas, bu uyda endi men yashayman. Nima deganing bu? Nima deganim emas, bu shunaqa deganim, qarochi. Yo'q, seni uyimga qo'ymayman, yashamaysan. Nimaga yashamaskanman? Unda men seni yeyman. Yo'q, to'xta, meni yeyishing shart emas. Bo'ldi, o'zim chiqib ketaman, to'xta. Sen meni yeyishing shart emas. Bo'ldi, qaytib kelma. Tushundingmi? Agar qaytib kelsang men seni yeyman. Bo'pti, mayli, qaytib kelmay. Lekin yo'q, bo'lishi mumkin. Bas, qanaqasiga manyak uyimni berib qo'ydim. Hozir borib janomerga aytib beray yaxshisi. Qalaysan, jetel? Zo'r. Bitta qanaqadir manyak ko'rmadingmi ko'chada? Ko'rdim, uyiga kirib ketdik, tetak. Shuni so'ramoqchi edim-da, sendan qayoqqa ketdi ekan deb. Bo'pti. Obbo, nimaga uyimdan haydab janomerga aytib bermasam bo'lmaydi. Janomer uni yo'qotishi mumkin. Janomer, assalomu alaykum. Va alaykum, nima gap, Jo'xa? Xullas, uyimda tinchgina o'tirgandim. Keyin bitta manyak jetel keldi-da, "Chiq uyingdan" dedi. Men yashayman dedi. Nima degani endi bu? Nimaga sen o'zingni uyingdan o'zingni haydadimi? Ha? Nima sen qarab o'tirdingmi? Yo'q, qarab o'tirganim yo'q, qaramay turdim ba'zi joylariga. Yo'q, unaqa emas, qara. Sen hozir borganda uyga ayt. Sen nima meni uyimga kelib, o'zimni chiqarib yuboryapsan degan. Keyin u menga hujum qilsa-chi? Qanaqasiga hujum qiladi? U senga hujum qila olmaydi. Hujum qilib qolsa-chi? Aytdi u menga, agar chiqmasang yeyman seni dedi. Bekor o 8 tasini aytibdi. Seni pishirmasdan yey olmaydi. Avval pishirish uchun seni qarochi olovga etib tashlaydi. O'sha paytda sen qochib qolsang bo'ladi. Tushunali, lekin yo'q, baribir yeb qo'yishim mumkin-ku, janomer. Boshqa reja tuzaylik. Boshqa reja yo'q lekin. Unda o'zim o'ylab ko'raman, bo'pti. Qanaqa qilsam-ekan, nima qilsam-ekan? Bu qishlog'imizda o'zi boshqa manyaklar yo'q. Qanaqadir manyak topayapman boshqa birorta. Uni tilini tushunay. Yo'q, tilini o'zim ham tushunyapman, gaplashyapman-ku. Yo'q, boshqa bitta reja o'ylab topish kerak. Qanaqa reja o'ylab topsam-ekan? Bratanlar, kechirasiz, qochib turing. Qandaysan, yaxshimisan? Mana bratan bilsa kerak. Assalomu alaykum, brat. Va alaykum, Jo'xa. Ishlar qalay? Tinchmisan o'zi? Rahmat, brat. Shu kompyuteringizdan bitta foydalanib olay. Nimaga? ChatGPTdan bitta narsa so'rab olay. Bo'pti, so'ra. To'g'ri, yozamiz. Meni uyimga manyak kelib, o'zimni uyimni egallab oldi. Nima qilishni maslahat berasan? Uyingdan haydab yubor? Tushunmadim bu. Yo'q, nima bo'ldi? Mana ChatGPT nima deyotganini ko'ryapsizmi? Nima deyapti? Qarochi uyimga bitta manyak kelib bostirib kirib uyimda egallab oldi. Hozir shuni nima qilay deb maslahat so'rasam, nima deyapti? Ko'ryapsizmi? Nima deyapti? Uyingdan haydab chiqazib deyapti. Chiqazib haydab u sen uying-ku. Yo'q, u meni yemoqchi-da. Unda bilmadim. Unda borib nimadir ustingga perpravalar sepib turib, tuz sepib, keyin borginda yemoqchi bo'lsa agar. Qo'ying, siz ham bo'lmaysiz. Mayli, hozir borib o'zingizdan gaplashaman o'zi bilan. Hozir uyimda bo'lsa kerak. Uyimda yo'q-ku, tushunmadim. Qayoqqa ketdi ekan? Qayoqadir ketgan. Nima gap? Sen qayoqda eding? 2-qavatga chiqqandim. Nima yana uyga kelib olding? To'xta. Bu uy men uyim. Bu uyga sen yashashing mumkin emas. Nimaga? Men seni yeyman, chiq yaxshilikcha. Bo'ldi, to'xta. Unda bitta reja tuzamiz. Men senga uy qurib beraman, sen uyimdan chiqib ketsan. Bu yaxshi. Yaxshi bilaman. Bo'pti, bor, qurilishni boshla. Tushungan odam, tushungan jetel ekansan, odam emassan. O'shanga men o'sha hozir borib qurilish ishlarini boshlayman. Sen sabr qilib tur. Bo'pti. Ko'ndirding. Ko'ndiraman, o'zi ko'ndiradigan odamman. To'xta, qanisan? Bo'ldi, shu yerda turaman. Mayli, unda keyin aytaman. Yuzimdan kelibsanmi? Boraver, qarochi qurib bo'lgandan keyin boraman. Mayli. Qayerda qursam ekan? Uzoqroqdan qurayindan o'zi ham. O'zimning uyimdan uzoqroqqa qursam keyin bormaydi. Ana u Neymar bilan Yamalni uyini oldiga qurayman, shular qo'rqitadi kechasiga. Ular futbolga bola olmaydi. Yo boradi. Yo'q, unaqa bo'lmaydi. Ular bizga kerak, ular qarochi futbolchilar-yu. Xo'sh, qayerdan qursam uzoqroq joy topishim kerak, nima bo'lsa ham. Men aytgancha,
mayli, kerakli boshqa narsalarni ham olib kelishim kerak edi-ku, lekin boshqa narsa olib kelmayapman. Bo'pti. Qarochi qishlog'imiz bilsanglarga juda kattarib ketgan. Mana bu yerlardan yo'llar kelgan. Ana yoqlardan yo'llar aylanib, ana yoqqa ketib, ana yoqlar ketib o'rgan yo'llar. Xullas, qishloq juda kattarib ketgan. Yaqinda shaharga aylantirmoqchiman qishloqni. Nima deysizlar? Yaxshi fikrmi, yomon fikrmi? Kommentariyaga o'zingizlarning fikringizni izohda qoldirib ketinglar. Men o'qib chiqaman albatta kommentariyalarning hammasini. Xo'p, hozir qayerdan quraman ekan? Mana shu yerdan quraman, qarochi qishloqni boshlanish qismida. Kagras post bo'lib turadi. Kelgan mehmonlar qo'rqadi undan. O kim bu deydi? Manyak. Yo'q, bu yerda manyak bor ekan. Biz bu yerda yashamaymiz deydi. Yo'q, qaytib ketadi. To'xtanglar, bizga kelayotgan mehmonlar keyin kelmay qo'ysachi, yomon bo'ladi. Ha, mayli, yaxshi bo'ladi. Uyimizga mehmon kelsa, yomon bo'lardi. Ya'ni ular kelgandan keyin biz bilan qarochi birga o'tiradi-yu, bizni keyin yo'q, bo'lmaydi, yo'q. Mehmon kelish kerak. Mehmon kelmasa zerikarlik-ku. Nimadir o'ylab topaman hozir. Mayli, bunga aytib qo'yaman-da, mehmonlar kelsa agar mehmonlarga yomon gapirmaysan, ularga yaxshi muomala qilasan deb aytib qo'yaman. Shunda menimcha olam Sirdaryo bo'ladi. Chunki Sirdaryo bilan Guliston bitta joy, to'g'rimi? Olam Guliston deydi-yu, biz olam Sirdaryo deymiz. Xo'p, mana. Keyin ana o jetel shunaqa degan gapimga Qashqadaryolik qilmasa kerak. Ya'ni bu degani qarshilik deganim. Qashqadaryoning ichida-yu qarshi. Yana shunaqa gaplar aytsam bo'ladi. Bugun bilasizlarmi qanday kun? Bugun Tojikiston kun, ya'ni dushanba kun. Xo'p, qanday usulda qurayin ekan o'zimni uyimni usulda quraman ki 3 ta bo'ladi. Tak, bu tomonga ham bitta, ikkita, 3 ta. Nima bo'lyapti? Nimadir daraxt izdivasi qilyaptimi, meni bilmayman. Xo'p, bitta, 2 ta, 3 ta. Aytgancha jigarlar bitiruv kuni bilan hammani tabriklayman. Biz maktabni bitirdik, nihoyat. Endi qaytib bormayman maktabga. Mazza bo'ldi. Endi sizlar uchun polni kontent bo'lsaman deb adashaman. Chunki kontent bo'lish uchun sizlar menga doimiy podдержка qilib turishinglar kerak. Lekin sizlar doimiy podдержка qiladiganga o'xshamayapsizlar-da. Videolarga ko'p oxirigacha ko'rmayapsizlar, like'larni ko'p bosmayapsizlar. Mayli, sizlar ham qachonlardir to'liq ko'radigan bo'lib qolsanglar kerak. O'shanda sizlar bilan gaplashamiz, ungacha gaplashmayman, sizlarga gap qo'shmay turaman. Xo'p, mana chotka qaysi tomon deraza? Yo'q, deraza qaysi tomon? Mayli, bu tomonga ham deraza kerak emas, bu tomonga ham kerak emas. Orqada bo'lsa bo'laveradi. Tak, eshikni yo'q, bu tomondan qilish kerak, yo'q, bu tomondan. Mana shu tomonni yo'qman, eshik bu tomondan bo'ladi. Shunda tak, qaranglar, mana bu yerda bitta deraza bo'ladi. Mana shunaqa bo'lsa chiroyli turadi. Ko'ryapsizlarmi? Takoyda bu. O'zi bilasizlar, men tug'ma quruvchiman. Doim mana shunaqa quruvchilik ishlari bilan shug'ullanaman. Tak, bizda daraxt bor edi. Tepaga bir amallab chiqib olayim, birinchi o'rinda taxtalar bilan chiqib olsam bo'ladi, daraxtni ishlatmasdan turib. Tak, bitta qo'yamiz. Keyin qolganini mana bunaqa usulda qo'yib ketaman. Tak, bitta, mana bu yerga ham bitta qo'yib turib, bu yog'ini olib kelib, voy, okey, chotka. Ko'ryapsizlarmi? O'rganinglar mendan. Mana shuna quruvchiliklarni sizlarga ko'rsatib boraman. Sizlar o'rganib boraversanglar, faqat katta bo'lsanglar, katta quruvchi bo'lib ketasizlar. Keyin yo'q, quruvchi bo'lmanglar. Maslahatim sizlarga o'qish kerak. O'qib turib olim bo'lish kerak. Yo'q, olimku bo'la olmaysizlar. Olim degan odam bo'lishinglar uchun isminglarni o'chirib yangi ism qo'yishinglar kerak, olim deb. Olim deganimda endi qanday olim nazarda tutilishi mumkin? Endi bu bilimdon olimni nazarda tutyapman men, ya'ni o'qish kerak. Xullas, qisqasi o'qinglar. Xo'p, men esa o'zim mana shu Minecraft sohasida davom etaman. Ya'ni sizlarga video kontentlar udarni qilaman. Hozir borib uyimdan qarochi bir ikkita narsa olib kelishim kerak. Eshik, deraza degandek shu narsalar bormikan uyimda? Bo'lmasa topib kelishim kerak qayerlardandir, lekin aniq qayerda borligini bilmayman. Uyimga qayergadir joylab qo'ygandim shekilli. Mana bu yerlar yo'li dahshat bo'lgan, burilish uchun mana shunaqa qulaylik qilganmiz. Ya'ni mashinalar burilgan vaqtida hech qayerga tegmasligi uchun. Mana bu yoq yorvar ishim bo'lgan. Ko'ringlar, qaranglar. Mana bu yoqqa ham yo'l ketgan. Mana bu yoqqa ketgan yo'l, bu yoqqa ketib, u yoqqa ketgan keyin. Mana bu yo'l bunday borganda oyoqqa ketgan. Xullas, mana shu yetelda mana yerda garachi bor. Mana bu yerda yo'llar katta bo'lib ketgan hamma joylar. Mana bu yerlar qaranglar, tako. Mana bu yerda mehmonxona bor. Uni bilasizlar, oldin qurgan vaqtim ko'rgansizlar. Janob mer, bir ikkita narsa kerak edi. Nima narsa? Ana maniyagi bilan kelishib oldik. Unga uy qurib berayapman. Ha, ko'rdim. Mayli, o'zing bilasan, olaver. Ha, bo'ldi, olaman. Tak, stop. Sizda axir narsalar yo'q-ku. Ha, nima narsa yo'q? Eshik bilan deraza kerak edi. O'zing olib ketganding shekilli. Ha, bo'pti, unda borib uyimni ko'ray. Uyimga qo'yganmikan mana? Eshikni ochmasdan chiqib ketdimmi? Demak, menda super qudrat bor. Yo'q, adashdim, qudrat yo'q. Chunki mening ismim Qudrat emas u. Xo'p, hozir maniyak tushunmadim. Ya'ni ikkinchi qavatga chiqib ketgan shekilli. Xo'p, bizga mana bu yerda ekan oyna nechta kerak? Bitta, ikkita,
3 ta adashmasam yetadi. Chunki 3 ta joyga qoldirganman. Lampa 2 ta kerak, eshik bitta kerak yetadi. Va nima kerak yana? Bu o'zi boshqa nima narsa qo'yishim mumkin uy ichiga. Boshqa narsa qo'yib bo'lmaydi. Atrofini o'rab berishim mumkin mana bu bilan. Da, chiroyliroq qilib atrofini o'rab bersam, eshik yo'q-ku lekin buni. Eshik yo'q. Hozir bunga eshik yasash kerak. Bu mana shu problemada eshik yasab o'tirish kerak, yana nima qilish kerak. Tak 4 ta yetadi bizga, ya'ni 8 ta bo'lib ketdi. Tak buni qilamiz-da, vatta qilamiz mana bitta eshikka. Tamom. Ana endi buni borib hozir qurishni boshlayman. Ya'ni qaraq qurishni boshlaganim 2 yil oldin edi. Hozir qo'yib kelaman mana shu narsalarni, keyin maniakka aytaman. O'yin tayyor, borib bemalol xohlaganingcha, xohlagan usulingda, xohlagan vaqting yotib, xohlaganingcha yasha deyman. Lekin mana shu bitta narsa o'ylantiryapti-da, rostdan ham qo'rqitmasmikan kelayotgan. To'xtaylar, bitta narsa qilib kelmabman mana. Unaqa yarimtalik blok qilib kelish kerak. Uyni tagidan, tagidan emas, ustidan suv o'tmasligi uchun. Tagidan deyapman. Mehmonlarni qo'rqitma. Bizning qishloqimizga ko'p mehmon kelib turadi. O'shanda keyin yomon bo'ladi deyman. O'shani tushuntirishim kerak. Lekin bilmayman, hozir ikkinchi qavatga chiqib o'tiribdim. Manyak, qo'y manyak, to'sh ikkinchi qavatdan. Hozir keldingmi? Karoshdek uyingiz kechirasan, kallangga chiqib ketdim. Uyingiz zo'r qilib quryapman. Faqat keladigan mehmonlarga ortiqcha nima edi? Muammo qilma, tushunyapsanmi? Bo'ldi, gap yo'q, gap yo'q. Gap yo'q deb turib keyin oxirida gap bor qilmagin, tushundingmi? Bo'pti dedim-ku. Mayli, o'tir shu yerda, hozir qurib kelaman. Qurib bo'lganimdan keyin karosh telefon qilaman. Nomering yo'q menda? SMS yozib qo'yaman. Meni ham nomerim yo'q senda. Karochi jetellardan so'rayman. Bo'pti, bo'pti. Qanisan hozir? Qayerda o'tiribsan? Uydaman, uyda. Hozir chiqaman 5 minut. 5 minut kutaymi endi? Menga qara. Karochi telefonda aniq aytaman, lekin men nomerimni bo'lmasa sen yozib ol. Bo'pti, boraver, boshda ortding. O'zimda ham boshim og'rib qoldi senga gapiraverib. Karoshdek nima deyotganim o'g'lonchilar sizlarga gapirayotgan gapim ham esimdan chiqib ketdi. Bu yaramas manyakni deb. Karochi hozir obbo nima deyotganim rostdan ham esimdan chiqdi. Bo'pti, boshqa gapga o'tamiz. Xullas, quruvchilik ishlari haqida gapiramiz endi. Hozir bu yerga eshik derazalarni qo'yib bo'laman-da, ikkinchi qavatga chiqib turib ish boshlayman yana. Bu yerga eshikni qo'yamiz. Takoy qilib 3 ta derazam bor, 3 ta derazani qo'yaman, 2 ta lampa bor. 2 ta lampani ikkalasini ham qo'yish kerak. Bittasini bu yerga, bittasini bu yerga qo'ysak takoy turamiz, bittasini yoqamiz, bittasini ham yoqamiz. Tamom. Bo'ldi. Endi ikkinchi qavatga chiqish kerak. Bizda yarimtalik blokda 60 ta bor ekan. Shu dahshat. Hozir buni bitta narsa qilaman, qaraylik. Men bu yerdan bitta obbo mayli nechivo bitta arqaga chiqadigan yo'l qilmoqchi edim men bu yerdan. Orqada qarochi nimasi bo'ladi buni, agarotimi nimasidir bo'ladi xullas. O'shanga shu yerdan joy qilmoqchiman hozir takoy qilib. Xo'p, tak qo'yamiz takoy normali. Bu tomonlari mana bu daraxtlar, mana bu daraxt ortiqchami shunda? Yo'q, daraxtgacha bormaymiz. Daraxt yonigacha olib boraman. Daraxt yonidan burib o'raman. Shunda mana bu yerdan bu yoqqacha kelmaydiganga o'xshayapti. Mayli, nechivo shu yerdan hozir bunaqa o'ramizda bu yog'ini bu yoqdan olib ketamiz. Takoy ko'ryapsizlarmi? Normali, bu chotki bo'ldi. Menimcha juda ham go'zal. Mana bu yerga kakraz mana bu eshikchani qo'yib qo'ysak-chi, ichkariga sovuq kiradi-ku. Mayli, hozir yozligini hisobga olgan holatda sovuq ham kirmay turadi. Tak bitta qo'yaman. Tak bitta yo'q, adashdim. To'xtanglar, buni olib tashlayman bu yoqdan. Buni ham olib tashlayman. Xo'p, mana bu yerga bitta qo'yaman, mana bu yerga bitta qo'yaman. Xo'p, mana yoqqa bitta qo'yaman. Shunda chiqsa bo'ladimi? Bemalol 3x3 chiqsa bo'lar ekan. Mana ke. Ana endi atrofiga mana qo'yib chiqamiz blokni va tamom. Hozir maniak chaqiraman, uyni ko'rsataman va bo'ldi, всё bo'ladi.